Stress va asabiylashish allergiyani kuchaytiradimi? Albatta, stress paytida ajraladigan organizmdan kortizol va adrenalin gormonlari asosan teri va nafas yo'llari immun sistemasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va immun disbalansni yuzaga keltiradi. Bunday holatlarda asosan teri bilan bog'liq bo'lgan allergologik kasalliklar va nafas yo'llariga bog'liq bo'lgan allergologik kasalliklar juda ham kuchayib ketadi. Bunday holatlarda terida qichishish, nafas siqishi, bo'g'ilish, oq balg'am ko'chishi kabi shikoyatlar bilan ko'plab bemorlar bizga murojaat qilishadi. Bunday holatlarda asosan nevropatolog va allergolog mutaxassis birgalikda davolash terapiyalarini olib boramiz. Siz va sizning yaqinlaringizda allergologik va immunologik shikoyatlar mavjud bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz Toshkent shahri Chilonzor tumani 7-mavze Lutfiy ko'chasi Aram klinikasida dushanbadan shanbagacha tongi 8 dan 12 gacha va kechki 17:00 dan 19:00 gacha allergologik va immunologik shikoyatlari mavjud bo'lgan bemorlarni kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang.